Davom etamiz. 1-oktyabr mamlakatimizda o'qituvchi va murabbiylar kuni. Bayram munosabati bilan joylarda ustoz va murabbiylarga hurmat, ehtirom sifatida turli tadbirlar va uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Jizzax davlat pedagogika universitetining Anjumanlar saroyida o'tgan tadbirning ochilish marosimida so'z olganlar barcha ustoz murabbiylarni bayram munosabati bilan qutlab, soha faxriylarining bebaho xizmati, erishgan yutuq va natijalari e'tirofga sazovor ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Yosh ulug'lar, o'rta avlod vakillari hamda ertamiz egalarini jam qilgan uchrashuv shukronalikka yo'g'rilgan suhbatlarga boy bo'ldi. Ichki ishlar tizimida uzoq yillar samarali xizmat qilgan bugungi kunda iste'fodagi ofitserlar, qo'riqlash boshqarmasi va uning hududiy bo'limlarida xizmat faoliyatini olib borayotgan xodimlarga boy hayotiy tajribalarni so'zlab berishdi. Jizzax viloyat qo'riqlash boshqarmasi xodimlari bilan sohada xizmat qilib iste'foga chiqqan faxriylarimiz o'rtasida bugun ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan davra suhbati tashkillashtirildi. Ushbu davra suhbatdan maqsad yosh avlodga ustoz va murabbiylarning boy tajribalarini o'rnak qilib ko'rsatish. Shu munosabat bilan O'zbekistonda xizmat qilayotgan barcha ustoz va murabbiylarni, iste'fodagi ofitserlarimizni 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Samimiy muloqot ruhida kechgan uchrashuv davomida faxriylar yosh xodimlarga jangovar va kasbiy mahoratini doimiy tarzda yuksaltirib borish, vatanparvarlik ruhini kuchaytirish, poraxo'rlikka yo'l qo'ymaslik, xizmat vazifalarini sidqidildan bajarish bo'yicha tegishli tavsiya va takliflarini bildirishdi. Yosh xodimlar tomonidan ona vatan hamda ustozlar madh etilgan badiiy chiqishlar uchrashuv ishtirokchilariga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Tadbir davomida Jizzax viloyat qo'riqlash boshqarmasi tomonidan soha faxriylariga esdalik sovg'alari topshirildi.